Ertaga 16 dekabr kuni yilning eng zo'rlari aniqlanadi. Ya'ni FIFAning The Best sovrinini topshirish marosimi bo'lib o'tadi. Dohada O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Eng zo'rlarini The Best aniqlaydi va yil terma jamoasini ham The Best aniqlab e'lon qiladi. Eng zo'r darvozabonlar mana ko'rib turibsiz. Kimni mavsumning eng zo'r darvozaboni deb bilasiz? Kommentariyaga eng zo'r darvozabonni yozib keting. Eng zo'r himoyachilar 4 nafari. Chap qanot bitta, o'ng qanot bitta, ikkita markaziy himoyachi. Balkim 3 talik himoyachilarni tuzishingiz mumkin. O'zingizlarning tarkibingizlarda yilning eng zo'rlarini faqat o'zingiz yoqtirganlarni emas, yilda haqiqatan eng zo'r bo'lib o'ynaganlarini kommentariyaga yozib keting. Undan tashqari yarim himoyachilardan eng zo'rlaridan tarkibingizga qarab. Misol 4-3-3. Undan tashqari eng zo'r hujumchilar. The Best sovrinidagi eng zo'r futbolchilar bilan sizning tarkibingiz bir-biriga mos tusha olarmikin? Eng kulminatsion nuqta, yo'q, undan oldin yana bir qolib ketdi bir narsa, murabbiylar. Yilning eng zo'r murabbiyi kim bo'lishi mumkin? O'sha jamoangizga murabbiyni yozib keting. Eng zo'r futbolchi Lamine Yamal yoki bo'lmasam Usmon Dembele. The Bestni kim oladi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar qani. Qaysi futbolchi bu sovringa loyiq? Ikkalasidan biri. Menimcha katta ehtimol ikkalasi o'rtasida final bo'ladi. O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Akalar, 10 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. O'z poddeshkalaringni tarix tutmaysizlar degan umiddaman. Poddeshka qilib podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 10 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Shunaqa.